Qo'yvor meni. Siz bilan meni ishim yo'q. Nega meni ko'rmaslikka olib ketib qolyapsan? O'zi nima qilib yuribsiz bu yerda? Ancha bo'lgandi kelmaganingizga. Seni qidirib keldim. Nimani biladi? Uylandingizni deb eshitdim. Xo'p, men nima qilishim kerak? Sen bilan o'tkazgan vaqtlarimni. Agar maqsadingiz bo'lsa, ana ichkariga kiring. Bilmadim. Shunga boshim qotgan. Bo'lmasa, ichkani keldingizmi? Endi boshqa hech qachon kirmayman. Men uni yaxshi ko'rardim, tushunyapsanmi? U meni kechirmayapti. Ketsa boshqasini topasiz. Pulingiz bor. Ketdi. Hayotimdan butunlay chiqib ketmoqchi. Eshitdim. Ortidan qancha yurganingizni. Chunki men uni yaxshi ko'raman. Ha? Qiziqaman. Nima edi? Demak. Hal. Nima qilishni bilmayapman. Oldin kiyimlarni chertib kiyardim-da. Esimda, zo'rlarni olardim, to'g'ri. O'zi ham rosa qimmatlardan olib separding-da, ukam. Nasiba bolalarim bilan meni kutib turardi-da. Tushlarimga faqat uyim kirib chiqdi. Ha. Bu yoqda ham uyimni eslatadi-da. O'sha uylar. Keyin u Nargiz ham bizni hech tinch qo'yma. Har kuni uyingda janjal bo'lardi-da, Ilhom. Bizdan to'ygan paytlaringizdami? Ha? Esimga tushib, ota-onam o'tgan joy deb ota hovli Ka'badagi muqaddas joy deyilgan. Bekorga ota hovli deyishmaydi, ukam. Har qadamda oyimni ko'rib, Narigi mahalladagi folbinga qatnayver. Jinnixonada. O'zi opa qayerdalar, ko'rinmaydilar? Rosa bu mag'rishlar qildi-da. Ofisga mana shunday boraman. Ta'tiringizni hidi ko'zimni yoshlantirib yuboryapti. Chunki ular bizdan doim hayiqib tur. Qo'yvor meni. Siz bilan meni ishim yo'q. Nega meni ko'rmaslikka olib ketib qolyapsan? O'zi nima qilib yuribsiz bu yerda? Ancha bo'lgandi kelmaganingizga. Seni qidirib keldim. Nimani biladi? Uylandingizni deb eshitdim. Xo'p, men nima qilishim kerak? Sen bilan o'tkazgan vaqtlarimni. Agar maqsadingiz bo'lsa, ana ichkariga kiring. Bilmadim. Shunga boshim qotgan. Bo'lmasa, ichkani keldingizmi? Endi boshqa hech qachon kirmayman. Men uni yaxshi ko'rardim, tushunyapsanmi? U meni kechirmayapti. Ketsa boshqasini topasiz. Pulingiz bor. Ketdi. Hayotimdan butunlay chiqib ketmoqchi. Eshitdim. Ortidan qancha yurganingizni. Chunki men uni yaxshi ko'raman. Ha? Qiziqaman. Nima edi? Demak. Hal. Nima qilishni bilmayapman. Oldin kiyimlarni chertib kiyardim-da. Esimda, zo'rlarni olardim, to'g'ri. O'zi ham rosa qimmatlardan olib separding-da, ukam. Nasiba bolalarim bilan meni kutib turardi-da. Tushlarimga faqat uyim kirib chiqdi. Ha. Bu yoqda ham uyimni eslatadi-da. O'sha uylar. Keyin u Nargiz ham bizni hech tinch qo'yma. Har kuni uyingda janjal bo'lardi-da, Ilhom. Bizdan to'ygan paytlaringizdami? Ha? Esimga tushib, ota-onam o'tgan joy deb ota hovli Ka'badagi muqaddas joy deyilgan. Bekorga ota hovli deyishmaydi, ukam. Har qadamda oyimni ko'rib, Narigi mahalladagi folbinga qatnayver. Jinnixonada. O'zi opa qayerdalar, ko'rinmaydilar? Rosa bu mag'rishlar qildi-da. Ofisga mana shunday boraman. Ta'tiringizni hidi ko'zimni yoshlantirib yuboryapti. Chunki ular bizdan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वापस आ गए हैं हम एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ। भाई, कैचर 2 की एपिसोड 14 ने तो साबित कर दिया कि पैसा इंसान को अंधा ही नहीं बल्कि बदतमीज भी बना देता है। आज हम बात करेंगे नोएमा की उस हद से गुजरी हुई लालच और मफ्तूना के उस साइलेंट गेम की जिसने नोएमा के होश उड़ा दिए हैं। चले शुरू करते हैं। एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं हॉस्पिटल से होती है जहां मंतिक या लॉजिक कभी दाखिल नहीं होती। नोएमा अपने बाप के सर पर खड़ी ऐसे रो रही है जैसे कोई सच्चा प्यार हो, लेकिन असल में उसकी नज़र बाप की पॉकेट पर है। ओता ने जब नोएमा को थोड़ा सख्ती से देखा तो बेचारी ऐसे डर गई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो।
बाप अब होश में है और मुझे लगता है वो सब समझ रहे हैं कि कौन उनका अपना है और कौन सिर्फ वसीयत का इंतजार कर रहा है। नोएमा, थोड़ा तो एक्टिंग सीख लो, तुम्हारा लालच तुम्हारी आंखों से साफ दिखता है। अब आते हैं हमारी फेवरेट कैरेक्टर पर, नोएमा का वो बिजनेस माइंडेड बॉयफ्रेंड। इस बंदे ने तो हद ही कर दी। बाप ऑक्सीजन पे है और ये बाहर खड़ा नोएमा को धमकी दे रहा है कि अगर साइन नहीं करवाए तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। वाह भाई, प्यार है या कोई लिमिटेड टाइम ऑफर। नोएमा इतनी पागल है कि वो अपने बाप की जिंदगी से ज्यादा अपने इस नकली बॉयफ्रेंड को बचाने में लगी है। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि इनका निकाह नहीं बल्कि कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मफ्तूना ने दिखाया। वो मासूमियत का चोला पहनकर ओता के पास ऐसे बैठी रहती है जैसे कोई हमदर्द हो। लेकिन एपिसोड 14 में जब उसने वो फाइल छुपाकर नोएमा के सामने से गुजरी तो नोएमा का चेहरा देखने वाला था। मफ्तूना ने ओता के कान में क्या पिच की, ये तो सिर्फ मफ्तूना और ओता ही जानते हैं। मुझे तो लगता है मफ्तूना ने सोलिही के कहने पर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। नोएमा, तुम जब तक बाप को उल्लू बना रही थी, मफ्तूना ने पूरा खेल ही पलट दिया। एपिसोड के एंड में जब ओता ने नोएमा को कमरे से बाहर निकाला और सिर्फ मफ्तूना को पास रखा तो नोएमा की चीखें हॉस्पिटल की दीवारों को हिला गई। क्या नोएमा अब रास्ते पर आ जाएगी? क्या मफ्तूना वाकई सुलह की स्पाई है? एपिसोड 15 में तो धमाका होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।